الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qarindoshlar, biz bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan oyat sura Sabaninki 25-oyati la tusaluna amma ajramna. Endi so'zimizga kirishdan ilgari ilova qilib qo'shib qo'ydigan mazmun insonlik tabiati bilan mangu o'rtaq bir fikrga aslo kelinmaydi. Meyli qachon bo'lsin, ma ish keskin to'g'ri yoki keskin xato degan bir hukmga aslo birga kelinmaydi. Chunki insonning yaratilish xarakteridan o'xshamagan mijozlik, o'xshamagan tabiatlik yaratilgan. Undan boshqa insonning o'sib yetiladigan muhiti va ma'lumot oladigan manbasi o'xshamaydi. Bu insonning har soha, har tabiqa, har taraflarda o'xshash bir alohidlik. Ya'ni o'xshamagan kishilar o'ttirisidagi fikr o'xshamasligi, hatto bir xalqninki o'xshamagan xalq davatimiz, hamda bir xalqninki ichidagi kishilarning fikr o'xshamasligi, bir dinning agashuvchilarining o'tiridagi fikr o'xshamasligi, hatto bir oiladagi oila a'zolarining o'tiridagi fikr o'xshamaslik normal insonning bir tabiati. Bu Alloh subhanahu va taoloninki hayotdagi o'xshamaslik qonuniydi yoki har xillik qonuniydi. Ya'ni biz bu nuqtani qabul qilishimiz kerak. Bu Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan vaqtida bizning tabiatimizda, yashash muhitlarimizda mushu qonuniyatni bizga bekitgan bir qonuniyat. Hamda biz bugun mushu bayatni o'qigan oyat orqali nima demoqchi desa, bayatni o'qigan oyatimiz sura Sabaning 25-26-oyati bo'lib, bu oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlar bilan g'ayri mu'minlarning, ya'ni kuffarlarningki suhbat, dialog uslubini bizga go'zal shaklda ifodalab bergan. Payg'ambar alayhisolamga xitob qilib deydi: "Qul la tusaluna amma ajramna va la nusalu amma ta'malun. Qul yajma'u baynana robbuna thumma yaftahu baynana bil haqq va huval fattahul alim." Endi oyatda mu'minlarga shunday deginki, Payg'ambar alayhisolamga xitob qilib oyatda mu'minlarga shunday deginki, dialogni bu shaklda qilsin. Yani kuparlarga bu şekilde sözlüsün. Yani biz özümüz ötküzgen hatalıktan sizler sorulmaysızlar. Sizler kılgan işinlerden biz sorulmayız. Ama bir şeyde bir Allah'ıyla dikkatimizin tartıldığı, ortada açıkmakçı olan mühim noktadan birisi iki xil gruplu kişiler, bir top kişiler olup kalsa, ya ki iki adam oturusudaki bir dialog, bir söhbettin maksat men başkalarının fikrini biliş, başkalar mening fikrimni biliş, özara fikir almashtirish. Bu fikir almashtirish en güzel, en nazuk vasıta bilan başkalarga zarbi vermegen, ko'ngliga tegmagan şekilde, arani buzmagan şekilde berilishi kerak. Çünkü söhbetning maqsadi, normal bizda tashabbus qilayotgan suhbatning maqsadi mayli ikkidan o'tirdi bo'lsin, yoki ikki to'p odamlar o'tirishda bo'lsin, boshqalarni yengib o'zining so'zini yoki o'zining fikrini oldin o'ringa chiqish yoki boshqa sabab bo'lmasligi kerak. Chuqur boshqalarning fikri qanday? Mening fikrim manda. Boshqalarning fikrini men anglay. Mening fikrimni boshqalar anglasin. O'tirdim bir to'g'rini xatoni shallab etib, to'g'rini ep qalayli degan niyatda bo'lg'achqa, mushu maqsad bo'lg'achqa, mushu maqsadga yetish uchun suhbat uslubi
intayin nazuk, güzel oluş gerek. Yani ayetke qaytadan qaysa qaralan. Ayet mu'minlar bilan kuffarlar o'rtasidagi dialogning uslubi. Xitob mu'minlar tarafidan chiqayotgan xitob. Mu'minlar, kuffarlar ikki to'p aqida masalasi. O'xshamagan ikki aqidaning mansublari. Mu'minlar o'zining haqiqatligiga 100% işinidi. Xususan biz mu'minlarning qatoridan bo'lishimiz bilan o'zimizning ketayotgan yo'lning to'g'riligiga 100% jazm qilamiz. Hech qanday bir shakimiz yo'q. Bizning o'zimizning xato ish qilyapti deb o'ylamaymiz. Xato yo'lda ketyapti deb o'ylamaymiz. Ammo hivar, dialog o'g'achqa, suhbat o'g'achqa mu'minlar qanday ifoda bildiryapti o'sha oyatda? La tus'aluna amma ajramna. Bizning xato bo'lib qolsa, buni bizga sizlar emas deydi. Bizning xato bo'lib qolsa degan ifoda qo'llaniliq ma'lumda ajramna. Qarshi tarafga xitob qilgan vaqtda sizlarning xato bo'lib qolsa, uning bizning ishimiz yo'q demidi. Sizlar qilgan ishinglardan biz so'raymiz. Qaranglar, o'zini ifodalagan vaqtda mu'minlar bizning xato bo'lib qolsa, o'tkazgan gunohimiz, o'tkazgan xatoligimiz degan ifoda qo'llangan bo'lsa, qarshi taraf iniq kuffar, iniq kofir turib batıl yo'llikka yo'lda ekanligi 100% turib ularga sizlarning o'tkazgan xatoliginglar demasdan qilayotgan ishlaringlardan biz mas'ul emasdir. Bu oyatning mazmuni bizga nisbatan bugungi hozirgi o'rtoqlashmoqchi bo'lgan nuqtaga nisbatan muhim emas, ammo bizning oyatdan olmoqchi bo'lgan nuqtamiz dialog uslubidagi muloyimlik, dialog uslubidagi go'zal ifoda. Yani mesele neymi dese, mesele diyalogunun asasi nişanı yetiş. Asasi nişanı ortak bir düşünceye geliş. Yani karşı taraf, ya ki ben, mesela bu ayetteki müminler ile kuffarlar ortak bir noktaga, yani hak noktaga geliş. Hak noktaga geliş için başkalarınınki şahsiyetiga, ya ki başkalarına til tekkizdiğen, ularning kayfiyatini uçuradigan sözler qo'llanilmasligi kerak. Endi bu oyatni bugun sizlar bilan o'rtoqlashib bu xil ifodani elishimga sabab bo'lgan nuqta bizning atrofimizda yuz berayotgan bo'libmi? Shu 2013-yillardan keyin taxminan 5 yillar atrofida bo'ldi. Bizning millat ichida kishilar mavhum dunyoga kirgandan keyin bunu chet elga chiqib ijtimoiy aloqa vositalarida o'zining kimligi, salohiyati oshkor bo'lmagan bir mavhum ismlar bilan o'zaro fikrlashib, suhbatlashib, fikr qarshi tarafning fikrini, yana bir tarafning fikrini anglash fursatiga erishgandan keyin bizning kishilarimizda yuqorqi oyatda bizga tashabbus qilinayotgan suhbat uslubi favqulodda chetnab ketildi. Yani ma'lum haddan eshib ketadigan ahvollar favqulodda ko'rildi. So'ngda bo'lsin, bizning suhbatlashishimiz bir so'ringa kelib majlislarni qurib yoki to'plarni qurib, guruhlarni qurib fikr almashtirishimiz o'z fikrlarimizni beyitish, shuning uchun to'g'rini chiqish uchun, qandaqdir fikr turliqini qilish uchun emas, ya'ni fikri zo'migarlik qilish uchun emas. Ammo biz buni dal aksicha bu çektin, sel chetnab ketdik, sel haddidan eshib ketdik. Mayli qaysi sohada olsun, qarshi fikrini anglagandan keyin, masalan bizning fikrimizga uyg'un kelmaydigan, mening fikrimga uyg'un kelmaydigan fikrni anglagandan keyin kuchimizning yetishcha imkoniyatimiz yor berishcha, chunki biz mavhum salohiyatlik o'g'achqa o'zimizni qo'ymatdik. Qarşı tarafga til uzatdik, qarşı tarafning shaxsiyatiga tegdik. Masalan, hatto masala eng yuqori chekka yetgan vaqtda qarshi tarafni dindan chiqaradigan har xil atalg'ular bilan atab ulgurdik. Har kuni ko'ryapmiz buni. Bu toplarga hujum qilayotgan, u kishilarga hujum qilayotgan bu ilohiy uslub emas. Qur'on bizga o'rgatgan tarbiya axloq emas. Qur'on mu'minlar bilan mu'minlar, musulmonlar bilan musulmonlar o'rtasidagi dialog emas. Mu'minlar bilan g'ayri mu'minlar, kuffarlar o'rtasidagi dialogni bizga misol qilib turib, dialog uslubini bizga o'rgatyapti. Suhbatning maqsadi men fikrimni deyman. Chunki har qanday fikrimda erkinlik bor.
Chunki inson o'zining fikri qilgan etganlaridan Allohning oldida javob beradi, Allohning oldida hisob beradi. Hech kim hisob beradigan bir tarafi yo'q. Chunki o'zining fikrini deyish erkinligi bor. Har inson o'zining fikrini deyish erkinligi bor degan gap senmi deysan, menmi deymi degan gap. Tabiiyki inson har xil xarakterda yaratilgan. Allohning qonuniyati bu o'g'achqa mening fikrim sening fikringga o'xshamasligini bu yerda bizni normal holatimizda hayotimizni davom qiladigan bir holatda saqlab qoladigan narsa bo'lsa bizning ilohiy dialog uslubi. Ya'ni biz xilma-xillikni qabul qilishimiz kerak. Men cho'qim o'zimning fikrimni oshkorlashim kerak, senmi oshkorlashing kerak. Ammo o'xshamay qoldimi, xolos. O'xshamagan fikr qatorida e'tirof qilib, u tuttusi bo'ladi. Agar to'g'ri taraf bo'lib qolsa, qabul qilsa bo'ladi. Ammo uningga fikr o'xshamasligi tufaylidan yoki yo'l o'xshamasligi tufaylidan hujum qilish, yo'ldan chiqish ilohiy axloq, islomiy axloq, ilohiy ta'limot u emas. Allah subhanahu va taolo o'zaro qarindoshlikni buzadigan, musulmonlarning sepini bo'ladigan, islomiy axloqni chetlaydigan ishlarni bizga nasib qilsin. Hammalarga go'zal axloq, ilohiy ta'limotni uyg'unlaydigan ruh ato qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.